Green Card yutdim, Amerikaga borib nima ish qilaman deganlarga. Like bilan podpisatsiya bosib qo'ying, men sizga tushuntiraman. Amerikaga keladigan do'stingizni tashlab qo'ying. Xullas Amerikaga kelib birinchi qiladigan ishingiz dastavka bo'ladi. Dastavkada ishlaysiz. DoorDash, Uber Eats, Veho, shunga o'xshash platformalar bor. Dastavka qiladigan, shunga ishlaysizlar. Men ham boshida kelib shu ishda qilganman. Hozir nima ish qilasiz degan savollarga hozir tungi klubda охранник qilamiz. Diskoteka bor. O'sha yerda kechqurun 11 da kirib ketib, ertalab 6 da chiqamiz. Diskotekada охранник qilamiz ishlar. Trakka nimaga chiqmagansiz deyishlar. Men trakni men yoqtirmaganman boshida. Boshida minib ko'rganman bir akamiz bilan, keyin yoqtirmaganligim uchun qilmaganman o'shni. Shuning uchun tilni mukammal o'rganinglar. Men tilim yo'qligi uchun ko'p joydan ishdan qolib ketganman. Tilni o'rganinglar birinchi o'rinda. Охранник deganda hali O'zbekistonda kachoq bolalarda ko'z oldinglarga keladi. Unaqa emas. Eshikdan kirayotganda aydigini tekshiramiz, so'mkasini tekshiramiz, pistoleti yo'qmi, pichog'i yo'qmi, o'ldiradigan sovuq quroli yo'qmi, ashtaqa narsalar bo'lsa olib qo'yamiz. Qaytib chiqayotganda beramiz. Shuni ham bir ma'lumot o'rnida qabul qilinglar. Unaqa eshikda охранник yana u kachoqlar turadi degan emas.